İnson a'zolarini boshqa bir insonga hadya qilish. Savol. Assalomu alaykum. Agar bir musulmon ma'lum kasal sababidan sakaratga tushib qolgan bo'lsa, yana bir musulmon pul yo'q bo'lganlikdan ma'lum a'zo almashtirish operatsiyasi qildirilmagan ahvol ostida sakaratga tushib qolgan musulmon o'z roziligi bilan badanidagi saq a'zosini o'zining qarindishiga hadya qilishni xohlagan bo'lsa, shariatda buning hukmi qanday bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. İnson a'zolarini hadya qilish yoki boshqalarga o'tinib berish masalasida hozirgi zamon olimlari har xil qarashda bo'lgan. Ba'zilar mutlaq cheklagan, ba'zilar ma'lum darajada ruxsat qilgan. 1988 2 ayda Saudiya Arabiston Jiddi shahrida Islom fiqh akademiyasi 4-navbatlik qurultayida to'plangan islom fuqaholari bir insonning hayot yoki o'lik bo'lgan boshqa bir insonning jismining a'zolaridan foydalanish haqida mazkur akademiyaga sunilgan fiqhiy va tibbiy tadqiqotlarni ko'zdan kechirgandan keyin shundaqla bu masalaning ilmiy va tibbiy taraqqiyot olib kelgan bir reallik bo'lish bilan birga ba'zi ahvollarda unumli natijalarni olib kelganligi, lekin insonning izzat hurmati qo'g'dildigan shar'iy cheklamalarga rioya qilinmaganlikdan shaxs va jamoat bo'lsin insonning manfaatini ko'zlaydigan va vujudga chiqarishga kafolatlik qila oladigan o'zaro mehr shafqat qilish, hamkorlashish va fidokorlik qilish ruhiga chaqiradigan islom shariati bekitgan g'oya nishonlarga sal qaralganlikdan ko'pincha ahvollarda ruhiy va ijtimoiy jihatdan nurg'un ziyonlarni olib keladiganligini nazarga ilib shar'iy ahkam jihatda mundaq qaror qilgan. Birinchi, bir a'zoni bir insonning jismining bir yeridan shu insonning yana bir yeriga yo'tkisi bo'ladi. Buningda mushu operatsiyaning foydasi zinadan ko'proq deb ta'kidlanishi, shundaqla bu ishning yo'q bir a'zoni paydo qilish yoki shaklini qayta asliga keltirish yoki vazifasini asliga keltirish yoki biror aybni tuzitish va yoki insonga ruhiy va ijtimoiy zarar yetkazadigan tarafini o'ngshash uchun elib berilishi shart. Ikkinchi, qon va teriga o'xshash o'zligida yangilanib to'liqlanib turadigan a'zo bo'lsa, bir a'zoni bir insonning jismidan boshqa bir insonning jismiga yo'tkisi bo'ladi. Buningda o'tinib berguvchi to'liq qonuniy salohiyatga ega bo'lishi, shundaqla boshqa shar'iy shartlar tepilishiga rioya qilishi lozim. Uchinchi, biror kasallik sababidan bir insonning jismidan kesib olib o'tilgan bir a'zoni boshqa bir insonga salib foydalanishga bo'ladi. To'rtinchi, bir insonning hayot mamoti shuningga qarashliq bo'lgan yurakka o'xshash a'zoni hayot insondan boshqa bir insonga yo'tkash harom bo'ladi. 5. Bir insonning hayot mamoti shuningga qarashliq bo'lmagan a'zo bo'lmasimi, lekin uning yo'qolib ketishi hayot yashashi uchun zarur bo'lgan biror vazifani bekor qilib o'tadigan bo'lsa, bu a'zoni yo'tkash harom bo'ladi. Masalan, har ikki ko'zni yo'tkashga o'xshash. Ammo bu a'zoni yo'tkash asosli vazifaning bir qismini bekor qilib o'tadigan bo'lsa, ahvolga qarab ish qilinadi. 6. Jasaddan biror a'zosini hayoti ashu a'zoga qarashliq bo'lib qolgan yoki jismidagi asosli vazifalardan biri ashu a'zoga qarashliq bo'lib qolgan insonga yo'tkash joiz bo'ladi. Bundaq ahvolda meyit kishi o'lishdan burun ijozat berishi yoki o'lgandan keyin uning varislari ijozat berishi yoki meyitning varislari bo'lmasa yoki kimligi noma'lum bo'lsa, musulmonlarga ega bo'ladigan hokim tasdiqlashi shart. 7. Shunga diqqat qilish kerakki, yuqorida a'zoni yo'tkash joiz deb qaralgan ahvollarda a'zo setilmaslik shartiga bog'liqdir. Chunki har qanday ahvol ostida inson a'zolarini setiladigan tovar qilishga bo'lmaydi. Ammo bu a'zodan foydalangan taraf zarur tepilganda lozim bo'lgan a'zoni tepish yoki qilgan yaxshiligini qaytarish jihatdan pul hadya qilish masalasi bo'lsa, izlanishga to'g'ri keladigan masala. 8. Yuqorida bayon qilingan ahvollardan boshqa mushu masalaga chetishliq barliq masalalar izlanishga to'g'ri keladigan, undaq masalalarni kelar qatimqi qurultayda tibbiy yangiliklar va shar'iy ko'rsatmalar soyasi ostida izlanishga tashlash lozim. Vallohu a'lam. Albatta, bu masalada joiz emas deydigan yoki ba'zi bir ahvollarda boshqacha qaraydigan boshqa qarashlarmi mavjud. Lekin hamma qarash birdek inson a'zosini setishni harom deydi. Yuqorqi Islom fiqh akademiyasining qarashi olimlarning to'plashib chiqargan qarori bo'lg'achqa ko'ngil xotirjam bo'ladi. Shundaqla qulaylik, yengilroq ziyonni tortish qatorli qoidalar asosida shariat ko'zlagan g'oya nishonlarni vujudga chiqarishga mos keladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 168 numurliq fatvo.